Gripp bo'lganingizda atiga 15 ming so'm bilan tuzalishsiz davosini sizga o'rgatib qo'yaman. 400 ming, 500 ming dorilarga pul sarflab o'zingizni ham boshqa a'zolaringizni ham jabrlanishiga sababchi bo'lmaysiz. Magazinga borasiz. Magazindan 1 litr damashning qatiq olib kelasiz. Oilaviy iloji bo'lsa qilinglar buni. Qaynab suzilgan suvni bitta peraga quyib, 3 ta qoshiqchada qatiqni solasiz. Bilasiz, qatiq solganda tvorogga o'xshab ajrashni boshlaydi, qaynoq suv bo'lsa. O'sha siraz o'sha joyda aralashtirib, xo'plab qaynoq holatda ichasiz. Nima uchun qaynoq? Xudoning qudrati bilan qaynoq suvni qatiq solsangiz, ichidan shunaqangi kislotaga o'xshagan modda ajrab chiqar ekan, ma'lum bir muddat chiqib yo'q bo'lib qolar ekan. U modda butun viruslarni o'ldirar ekan. Eng yoqqan tomoni menga viruslarni o'ldirgan holatda uni muntazam 5 kun, 6 kun, 15 kungacha qilsangiz, odamda tanasida atyok degan narsa ajrab chiqadi, bilasizlar. Suvga o'xshagan bo'ladi tanada. U narsa viruslarni, o'lik hujayralarni ko'paygan hisobiga ham bo'lar ekan. Mana shu narsalarni ham yo'qolishiga, odamda ich tozalanishiga ham sababchi bo'lar ekan. Bitta sinab ko'ring, inshaalloh doktorga borishdan qutulasiz. Men o'zim sinab ko'rdim. Dori-darmondan ko'ra shu narsani tabiiy qilsangiz, tezlab shunaqangi odamga boshqacha immunitet ko'tarilishiga sababchi bo'lar ekan. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, butun do'stlarga ham jo'natib qo'ying. Inshaalloh ko'rgan insonlar buni qilsa, dori-darmondan qutulishadi.